Navbatdagi xonadonimiz 280 million so'mga bitdi. Qancha joyi bitdi, qanaqa fasonda bitdi deyapsizlarmi? Videorolikni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Baraka topinglar. Hali ham obuna bo'lmasdan bizni kuzatyapsizlarmi? Obuna tugmachasini shundoq bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Bizning navbatdagi ishimiz Samarqand Jumada. Mana bu uyimizda oldingi holatlarini bitta ko'rib o'zlaring baho beringlar. Nimaga oldingi holatini ko'rsatyapmiz? Chunki tunikofon qilishlik bilan uy qay darajada go'zal bo'lib ketishini ko'rsatish maqsadida oldingi holatlarni bir sira ko'rsatib olaylik. Keyin bitganini ham bitta ko'rsataman. O'zlaring yaxshilab qarab olinglar-da, keyin ishimizga baho berasizlar. Ana endi uyimizni bitgandan keyingi holatiga bitta baho bering. Mana ko'chadan ko'rinishi qanaqa, mansablar, mana kuchuklar, voобще chiroyli. Uyimiz dutilli variantda bo'lgan. Endi esa ichkariga kiramiz. Ichkarida ham mana bu darvozaxonani qarang, ayvonni qarang. Mana 3 xil ko'rinish beradi. 3D degan mana shunaqa bo'ladi. Bir tarafdan qarasangiz boshqacha, uchinchi tarafdan qarasangiz boshqacha, yana boshqa tarafdan qarasangiz yana boshqacha. Mana bu ayvonni uzunligini qarang. Mana bu tashqarida koziroklarimiz. Mana bu eng qizig'i mansablarni ham tunikafon qo'yganmizda. Yana bitta ayvon bor. Mana bu ayvonni qarang. Bu ayvonni uzunligini qarang. Hammasi bir xilda high-tech 3D variantda bo'lgan. Endi mana bu oshxonaga qarang. Oshxonamiz oshxonada bu ayollarning eng sevimli makoni, yozgi oshxona. Bu bir uyda to'y maraka qilganingizda, o'rtoqlaringiz bilan o'tirganingizda bu yerda bir shashlikchani qilib yoki bir ovqat pishirib o'tirganingizda gasht nima etsin. Endi bu hamma zo'r bo'lsa, patologlar chiroyli bo'lmasa, u ham bo'lmaydi-da. Men patologlari bilan ish yana ham chiroyli chiqqan. Buni ko'rganingizda mazza qilasiz. Buni faqat siz emas, sizning ota-onangiz o'ylaymanki, sizdan ham ko'ra ko'proq mazza qiladi. Endi shu ota-onasini ko'zini xursand qilmoqchi bo'lganlarga aytamizki, xarajatni shuni joyga uring, har qaraganingizda mazza qo'raydigan bo'lsin. Endi bu borada bunaqangi haqiqatda bir ustalarning qadriyatlisi, mahoratlisi ko'p, lekin topishda mabodo qiynalayotgan bo'lsangiz, qadriyatli ustalarda O'zbekistonning eng qo'li gul professional ustalari ishlaydi. Mabodo siz usta bo'lsangiz, qadriyatli ustalar komandasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan birga ishlashingiz mumkin. Pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqib, usta Abdulloh aka o'zi bilan gaplashib olsangiz bo'laveradi. Biz o'zimiz Samarqanddan xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Mana shunaqangi katta xonadonlarda, premium klassda eng zamonaviy tunikafon fasonlari qadriyatli ustalarda. Agar siz usta bo'lsangiz, siz ham komandamiz bilan birgalikda o'zingizni mahoratingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan birga hamkorlikda ishlamoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqam mana bu raqam aynan o'zimniki. Aloqaga chiqing, xudo xolasa suhbatlashib, suhbatdan keyin sizni ishga qabul qilamiz. Xullas kalom, qadriyatli ustalarning ishlari mana shunaqa. Usta bilan ustaning farqi bor. Hozir sizlarga o'sha farqlarni birin-ketin sanab beraman. Biz bu uyga kelganimizda mana bu devorning ustida hech narsa yo'q edi. Biz mana shu devorni ham chiroyli qilib, tepasida koziroklarni qildik va latoklar o'rnatdik. Eng qizig'i, men e'tiborli jihati, mana bu latok bilan bu latokni bir xil qo'yardik va taydagi tunikafonlarni ham bir xil qo'yardik. Bu mana shu yerdan boshlangan narsa aylanib ketib bir tekislikda ketib mana bu oxiri mana bu yerdan dalsha yana bir tekisda tugagan. Ya'ni bir tekis bo'lishligi bilan uyimiz juda ham chiroyli suratda o'z yakuniga yetgan. Bu yerda mansardlarimiz bor edi. Mansardlarni ham mana shunaqangi dutilli variantda chiroyli tugatdik. Chunki mana bu yerlar dutilli variantda bo'lganligi uchun biz mansardni ham mana shunaqangi dutilli variantda tugatdik. Har bitta kozirokning orasidagi belbog' bilan pastdagi regelda belbog' hammasi bir tekisda tushib ketgan. Bir tekisda. Bu tomondagi ham xuddi shunday bir tekisda tushib ketgan. Ko'rib, mana baho beraverasizlar ustaning haqiqiy mahoratiga. Ularning haqiqiy professionalligi noqulay qiyin joylarda bilinadi. Mana bu darvozaxonamiz bor. Juda chiroyli suratda tugagan. Mana bunisi ham, mana bu korpusi ham juda chiroyli suratda tugagan. Faqat bu yerda bitta nozik jihat shundaki, mana bu yer noqulaydi. Endi bu yerga xuddi mana shunaqangi variantda qilsak, hovuzlarni sig'may qoladi. O'sha uchun salgina razmerini qochirdik-da, mana shu joyda o'ziga moslab qildik va ishimizga o'zingiz baho beraverasiz. Xullas kalom, bu uyda 280 million so'm atrofida xarajat bo'lishiga asosiy sabab 1,5 ming kvadrat metrdan oshiqroq high-tech 3D fasonda barcha mahsulotlarini 04 qalinlikdagi glansiy tunika, taydagi karkaslarni metara profil, oyoqdagi qo'yiladigan lisalar,
usta haqqi hammasi, dastavkasi, hamma xarajati ichida 1,5 ming kvadrat metrdan ziyod joyda $13 bahosida. Ya'ni necha puldan bo'ladi hisob kitob qilib ko'rasiz. Mana shuncha puldan qildik. Bundan tashqari mana bu uzun devorimizni ustini va u tomonda yana xuddi shunaqa devorimiz bor. Mana shu joyda. Mana ko'rib turganlaringizdek, shuni krishasi, taydagi mikrofoni, latoklari hamma usta haqqi materiali bizdan bo'lib tugatdik. Bundan tashqari bu uyda bizlar 20 ga yaqin vodostoykalarni qo'yib, tugatib berdik. Uyimizda ikkita ko'cha qismi bor. Mana bu birinchi ko'cha qismi, mana bu ikkinchi ko'cha qismi va darvozaxonamiz esa 4 ta korpusdan iborat. Birinchisi, mana bu ikkinchisi, uchinchisi va mana bu to'rtinchisi. Bundan tashqari buni kaziroklari, keyin mana bu uyning kaziroklari, bu devorniki. Mana bu uyda polni katta ayvon bor. Mana bu yerda mana bu ayvonimiz, regillari. Eng qizig'i mana bu oshxona. Qarang, hammasini tunikafoni 1,5 ming kvadratdan oshdi va mana shuni hammasi 280 million atrofida bo'ldi. Faqat tunikafon emas, tunikafondan tashqari mana bu krisha qismlari, vodostoykalar hammasi. Xullas kalom, sizning uyingizda mana shunaqa katta imorat bo'lsa va zamonaviy uslubda, eng so'nggi uslubda high-tech 3D variant deysizmi, palma fason deysizmi, farqi yo'q. Mas'uliyatli, ishiga vijdonan yondashadigan, sizga kuchli taklif berib pullaringizni, vaqtingizni, asabingizni tejab beradigan qadriyatli ustalarning xizmatlari siz uchun ham qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan ko'rsatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlab turibdi. Bemalol pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, uyingizni bepul hisob-kitob qildirishingiz, maslahat qilishingiz mumkin. Keyingi obyekt sizniki bo'lishi mumkin. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom eting.